Tezkor xabar: Botir Qodirovni yana sudga berishdi. Azizlar, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling va video ostiga bir dona like bosishni unutmang. Botir Qodirov mualliflik huquqini buzgani uchun jarimaga tortildi. Shamsiddin Sadoiy taxallusi bilan ijod qiluvchi shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan Adliya vazirligiga shikoyat bilan murojaat qildi. Xonanda Davlating borida, Omonat va Tingla do'stim nomli she'rlardan huquq egasining ruxsatisiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqini to'lamasdan foydalangani aniqlandi. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-prim 1-moddasi bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborildi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-prim 1-moddasining 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari, ya'ni 1,875,000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Qayd etish kerakki, avvalroq xonanda Yulduz Turdiyeva ham shoirning Ishqingda kuygan she'rining uning ruxsatisiz kuymaslar nomi ostida kuylab kelgani uchun muallif Adliya vazirligiga murojaat qilib, tomonlar kelishuviga erishilgan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 65-moddasiga asosan muallif yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzarlardan zarar qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblanish miqdorining 20 barobardan 1000 barobarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovonni to'lashini talab qilishga haqli hisoblanadi deyilgan xabarda.